Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun suiqasd nazariyasi va uning salbiy ta'siri degan temada bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Bu leksiyaningki asosliq mazmuni shu suiqasd nazariyasi bilan psixikalik sog'lomlikni birlashtirib, ya'ni psixikalik sog'lom nuqtai nazardan chiqish qilib bu suiqasd nazariyasiningki salbiy ta'sirlari to'g'risida ba'zi o'zimning ba'zi ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Suiqasd nazariyasi deganimiz ma'lum bir vaqalik va yoki ma'lum bir hodisaning normal tushuntirishini rad qilib, uning o'rniga u vaqalik va yoki u hodisaning ma'lum bir sirliq inson, ma'lum bir sirliq tashkilot va yoki ma'lum bir sirliq kuch tarafidan maqsadlik planlagan suiqasd ekanligini tashabbus qiladigan bir nazariya. U nazariyaninki markaziy ideyasini tuvandagi ikki tarafga yig'inchoqlash mumkin. Birinchisi, ma'lum bir sababi aniq bo'lmagan hodisani ma'lum bir shaxs, ma'lum bir tashkilot va yoki ma'lum bir qora kuch keltirib chiqarganligiga ishonish yoki bo'lmasa boshqalarni shuningga ishontirish. Uning yana bir markaziy ideyasi bo'lsa, ba'zi muhim siyosiy voqealarni, iqtisodiy va ijtimoiy yuzlanishlarni ma'lum suiqasdning mas'uli deb qarash va uningga ishonish va yoki boshqalarni uningga ishonishga da'vat qilish. Mana bu suiqasd nazariyasiningki markaziy ideyasi. Undaqda bu suiqasd nazariyasiningki qandaq o'rtaq aloyligi bor degan vaqtida, birinchisi suiqasd nazariyasi hamma narsaga gumon bilan qaraydigan bir yoki bir to'p kishilar tarafidan paydo qilinadi. Ikkinchisi, ular dunyoni yaxshi va yomon yoki yo'riq va qorong'u deb ikkiga ayiradi. O'zlarini yaxshi taraf yoki haqqoniyatni so'zlaguvchi o'rniga qo'ydi. Uchinchisi, ular hech qanday ishning tasodifiy yuz bermaydiganligini, tasodifiylik deydigan bir narsaning mavjud emasligini o'tirg'a qo'ydi. Hech qanday narsa ko'ringandagidek emas, hamma narsa bir-biriga bog'langan deb boshqalarni o'z hikoyasiga ishontirishga tirishadi. To'rtinchisi, suiqasd nazariyasini qo'llaydigan ba'zi isbotlarni o'tirg'a qo'ydi. Mana bular mushu suiqasd nazariyasiningki o'rtaq aloyligi bo'lib, suiqasd nazariyasini o'tirg'a tashlag'uvchilar mushu asosda o'zininki ko'zlagan maqsadiga va manfaatiga yetish uchun har xil suiqasd nazariyalarini o'tirg'a qo'yib, jamoatning fikrini to'plash yoki jamoatni o'ziga ergashtirish uchun tirishadi. Undaqda bu suiqasd nazariyasi qandoq paydo bo'ladi va xalq ichida qandoq yildiz tortadi degan vaqtida uning sabablarini men tövandagi bir nechta tarafga yig'inchoqlab chiqdim. Birinchisi, suiqasd nazariyasi dastlabda ma'lum hodisa va voqeaga gumon qilinishdan boshlandi. Ikkinchisi, ondan ular u hodisa va voqeadan kimlarga foyda akilishi mumkin deganni o'ylaydi. Uchinchisi, ondan u hodisa va voqealikdan foyda ilish ehtimoli bo'lganlarning uchurini to'plash va aniqlash ilib boradi. To'rtinchisi, to'plangan har qanday uchurlar suiqasd qilguvchilarning isboti qilib qo'llaniladi. Beshinchisi, yuz bergan hodisa va voqealar bilan suiqasd qilguvchilar orasidagi foyda manfaat munosabati o'zaro bog'langandan keyin suiqasd nazariyasi o'tirg'a chiqadi.
Oltinchisi, shuning bilan suiqasd nazariyasi tez taraqqiy qiladi. Yettinchisi, ba'zi insonlarga nisbatan uni rad qilish yoki uningga ishonmaslik tez bo'ladi. Chunki ular o'zlari duch kelgan talaysizlikni bu suiqasdning sababidan deb qaraydi va yoki uni qabul qilish ularga nisbatan texmi oson keladi. Kishilar nima uchun suiqasd nazariyasini o'tirg'a chiqirdi, uningga ishonadi va uni tarqitadi? Albatta, o'xshamagan suiqasd nazariyasiningki o'tirg'a chiqishi va uningki tarqalishida ba'zi farqli sabablar bo'lishi mumkin. Shundaqdimi men ko'pincha shu suiqasd nazariyasiga o'rtaq bo'lgan ba'zi omillarni tuvandagidek bir nechta tarafga yig'inchoqlab chiqdim. Birinchisi, siyosiy yoki iqtisodiy sabablar tufaylidan ba'zilar qasddan boshqalarga qutratqulik qilish, boshqalarni o'ziga jalb qilish va boshqalarni kontrol qilish uchun bu suiqasd nazariyasini o'tirg'a chiqarishi mumkin. Ikkinchisi, ko'pincha agashuvchilar mavjud sistemadan yetarlik bahramon bo'lolmagan yoki mavjud sistemaga noroziligi bor kishilar bo'lib, ular suiqasd nazariyasining rostligiga ishonishi mumkin. Uchinchisi, mavjud ahvol va hodisaga bo'lgan tushunish yetarlik va aniq bo'lmagan vaqtida insonlar suiqasd nazariyasiga ishonishni tanlashi mumkin. To'rtinchisi, ba'zilarda bo'libmi davomli suiqasd nazariyasiga ishonadigan suiqasd nazariyasi mastonlarda psixikalik binormallik, ya'ni xumor qilish bo'lishi mumkin. Bu nuqtada o'xshamagan kishilarningki o'xshamagan qarashi bor. Ya'ni ba'zilar bu suiqasd nazariyasiga ishonish bilan psixikalik binormallik orasida alohida bog'lanish yo'q deb qaraydiganlarmi bor. Albatta, yana ba'zilar bo'libmi bak shu suiqasd nazariyasi mastonlarida cho'qim psixikalik binormallik bor deb qarashidi. Suiqasd nazariyasi mastonlarida bo'ladigan psixika binormalligi. Ama yuqori deb o'tgandek, buni ba'zilar to'liq e'tirof qilmaydi. Ya'ni bu suiqasd nazariyasi bilan psixikalik binormallikningki bevosita munosabati yo'q deb qaraydiganlar bor. Lekin men izlangan tuvandagi nuqtalarda biz ular orasida belgilik bog'lanish borligini ko'rib olaymiz. Suiqasd nazariyasiga qat'iy ishonadigan va uningga xumor bo'lib qolgan kishilar da mundaq bir necha alohidlik bo'lishi mumkin. Birinchisi, hech qanday alohida sababsiz ansirash yoki qo'rqish his qilishi mumkin. Ikkinchisi, kontrolligini yo'qotib qo'ygandek his qilishi mumkin. Uchinchisi, garchi munosabatlik vaqa va hodisa to'g'risida hech nima bilmasimi, biroq murakkab tema yoki munosabatsiz hodisalar yoki qilmishlarni o'zaro bog'lab tushuntirishga tirishishi mumkin. To'rtinchisi, o'ziga bo'lgan ishonchi kam bo'lish va yoki o'zini tuvan ko'rishi mumkin. Beshinchisi, ba'zi hodisalar uchun ilmiy va oddiy tushuntirishlardan voz kechib, odatdan tashqari murakkab va sirliq tushuntirishga ishonishi mumkin. Oltinchisi, tavallik tuyg'usi kam bo'lishi yoki yolg'izlik his qilishi mumkin. Yettinchisi, jamiyatdan zo'r darajada yotlishi, ayrilib qilishi va yoki jamiyatga norozilik tuyg'usi shakllanishi, jamiyatni yoqtirmaslik, dunyoga yomon ko'zi bilan qarashi mumkin. Bular shu suiqasd nazariyasi mastonlarda bo'ladigan psixikalik binormalliklar yoki shu xildagi binormallik bor insonlar suiqasd nazariyasiga oson ishonishi mumkin. Shu sababdan bu suiqasd nazariyasiga ishonguchi bo'libmi suiqasd nazariyasiga mastona insonlarningki ro'yi
holatida, ya'ni psixikasida binormallik bo'lishi mumkin deb qaraydiganlar asosliqi mushu sababdan shu qarashda ching turgan. Albatta ba'zilar undaq qaramaslikı mümkün. Endi bu suiqasd nazariyasi paydo qilgan salbiy ta'sirlar, ya'ni bu insonlar suiqasd nazariyasiga ishongan vaqtida qandoq salbiy oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida bu to'g'risida yozilgan nurg'un maqolalar bor. Bu suiqasd nazariyasini tarqatquchilarniki maqsadimi jamiyatda bir xil g'ulg'ula paydo qilish yoki mushu asosiy iqlimga qarshi bir nazariyalarni o'tirib qo'yish orqali insonlar orasida ishonchsizlik paydo qilish, ya'ni kishilarni bir-biriga ishonishni yo'q qilish maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Shu sababdan bu suiqasd nazariyasiniki paydo qilgan asosliq salbiy ta'siri mushu jamiyatda ishonchsizlik paydo qilish, insonlarning bir-biriga ishonishini acizlashtirish yoki yo'q qilish, gumon qilishni ko'paytirish degandagidek bular mushu suiqasd nazariyasi paydo qilgan asosliq salbiy ta'sirlar hisoblanadi. Bu to'g'risida nurg'un ilmiy maqolalar e'lon qilgan. Bu ko'rayotganlar shularniki bir misoli. Undaqda suiqasd nazariyasi paydo qilgan konkret salbiy ta'sirlar nimalardan iborat degan vaqtida suiqasd nazariyasi tuvandagidek salbiy ta'sirlarni paydo qilishi mumkin. Birinchisi, jamoat ishonchisiga ig'ir ta'sir ko'rsatib, jamiyatda ishonchsizlik va gumon paydo qilishi mumkin. Ikkinchisi, insonlar orasida qo'yma-qo'sh paydo qilishi va insonlarni natijasi chiqmaydigan talash tortishga mubtalo qilishi mumkin. Uchinchisi, insonlarni do'st, birodar va jamiyatdan yiroqlashtirib, ularda yolg'izlik his qilish paydo qilishi mumkin. Bu masalani qanday tushunish kerak degan vaqtida mushu do'st, birodar yoki bir oila kishilari orasida mushu suiqasd nazariyasini talash tortish qilib, uningga ishonadiganlar bilan ishonmaydiganlar orasida ba'zi ziddiyatlar paydo bo'lishi va shu sababdan ishonguchilar bilan ishonmaguchilar orasida ixtilof paydo bo'lishi yoki orliq yiroqlab o'zaro aralashmaydigan ahvol kelib chiqishi mumkin. To'rtinchisi, insonlarni ilm-fanga emas, balki sirliq narsalarga ishonadigan qilib qo'yishi va shu sababdan har xil yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Beshinchisi, salbiy dunyoqarash suiqasd nazariyasiga ishonishga sabab bo'lgan bo'lsa, suiqasd nazariyasiga ishonish insonlarda salbiy va passiv his tuyg'u paydo qilishi mumkin. Mana bular suiqasd nazariyasi paydo qilgan salbiy ta'sirlardan iborat. Undaqda qanday qilganda suiqasd nazariyasi ustidan g'olib kelgili yoki suiqasd nazariyasining xalq ichida yildiz tortishining oldini olg'ili bo'ladi degan vaqtida bu masalaga o'xshamagan mutaxassislarniki o'xshamagan ko'z qarashlari bor. Uningdan boshqa bu konkret suiqasd nazariyasining mazmuniga asosan o'xshamagan tadbirlarni qo'llanishga to'g'ri keldi. Men bu yerda faqatla universal qilib bir necha tarafdan o'zimniki izlanganlarga asosan ba'zi ko'z qarashlarni o'tirib qo'ymoqchi. Birinchisi, oldi bilan suiqasd nazariyasining mavjudligini, uning aloyidligi va jamiyatda ilib keladigan salbiy ta'sirlarini yaxshi to'nib yetish kerak. Ikkinchisi, keng xalq ommasini logikalik tafakkur qilishga, o'z-o'ziga savol qo'yishga va haqiqiy ahvol to'g'risida izlanish ilib berishga undash kerak. Uchinchisi, keng xalq ommasiga haqiqatni tushuntirish, faktlarni o'tirib qo'yish orqali suiqasd nazariyasining putirab turolmaydiganligini isbotlash va xalqqa uni bildirish kerak.
To'rtinchisi suiqasd nazariyasini bevosita inkor qilish va suiqasd nazariyasiga ishonguvchilar bilan bevosita munozirlashish masalani texmi murakkab qilib qo'yishi mumkin. Shunga so'zni suiqasd nazariyasini inkor qilishdan emas, balki haqiqiy ahvol to'g'risida tushuncha berishdan boshlash kerak. Boshqalar bilan so'zlashgan vaqtida bo'libmi so'zni boshqalarni inkor qilish yoki boshqalarni xatoga chiqarishdan boshlangan vaqtida bu ikki taraf orasida asosan fikr almashtirish yuz bermaydi. Shunlashqa bu nuqtalarga alohida diqqat qilish kerak. Beshinchisi suiqasd nazariyasini bevosita inkor qilishga uringanda suiqasd nazariyasiga ishonguvchilar boshqalarni haqiqatni yepishqa urinyotidi deb tushunishi mumkin. Shu sababdanmi oldirab inkor qilish yoki uni qarshi tarafni xatoga chiqarmaslik kerak. Oltinchisi suiqasd nazariyasiga ishonguvchilar bilan ochiq suhbat ilib berish, ularning u nazariyaga ishonishining sababini so'rash, ularning qarshini masxir qilmaslik, ularga sabrchanlik bilan tushuntirish ilib berish kerak. Yettinchisi suiqasd nazariyasiga ishonguvchilar ko'pincha ahvolda ziyonkashlikka uchirg'uchilar bo'lib, ularga to'g'ri pozitsiyada bo'lish va ularga hissdoshlik qilish bu mushu suiqasd nazariyasiningki xalq ichida yildiz tortishi va uning keng tarqalishining oldini olishda alohida muhim rol o'ynaydi. Bugungi bu suiqasd nazariyasi va uningki paydo qilgan salbiy ta'sirlari to'g'risidagi leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.